Nima uchun siz inspektor mahsulotlarini xarid qilishingiz lozim? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun biz sizlar bilan inspektor kompaniyasi va uning mahsulotlari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Siz esa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik va qiziqarli sovrinli o'yinlarda qatnashish uchun obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Inspektor Rossiyaning yetakchi kompaniyalaridan biri hisoblanadi. U 2000-yilda asos solingan bo'lib, Rossiyaning eng pioner va eng ilg'or texnologik brendlaridan biri hisoblanadi. Inspektor quyidagicha mahsulotlar ishlab chiqaradi. Mana misol uchun alkotesterlar, video registratorlar, radar detektorlar va kombo qurilmalar. Kombo qurilmani tushuntirib o'taman. Kombo qurilma bu bir mahsulotning o'zida ham radar detektor, ham video registrator mavjud bo'lgan qurilmaga kombo qurilma deyiladi. Xullas, kombo qurilmalar, radar detektorlar va signalizatsiyalar va qo'shimcha qiziqarli bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Inspektor Rossiyada ancha mashhur brend hisoblanadi. Uning alkotesterlari, video registrator, radar detektor, kombo qurilmalari juda ham ko'p sotiladi. Bunga sabab esa mahsulot eng ilg'or texnologiyalar bilan yaratiladi va shunga yarasha qo'shimchasiga ushbu mahsulotlar hamyonbop hisoblanadi. Rossiya bozorini ko'rdik. Xo'p, O'zbekiston bozorida qanday pozitsiyada turadi? Inspektor O'zbekiston bozoriga 2018-yil kirib kelgan, ya'ni o'zining sub brendi Tamagaf brendi orqali o'zining mahsulotlarini sotgan. Misol uchun eng ko'p mashhurlardan biri bo'lmish, hammamizga tanish Navaho S modeli. Undan so'ng mahsulot brend o'sishda davom etdi. O'zining Inspektor Spirit, Spirit Air, Shot Air mahsulotlarini bizning xalqimizga yetkazib berishdan to'xtamadi. Va 2023-yilga kelib, o'zining eng zo'r flagmani bo'lgan Inspektor Star Airni sotuvga chiqardi. Nima uchun inspektor mahsulotlari juda ham mashhur hisoblanadi? Rossiyada ham, O'zbekistonda ham. Buning sababi juda ham oddiy. Chunki inspektor har bitta mahsulot uchun alohida yondashadi. Oddiygina O'zbekistonda sotilayotgan barcha radar detektorlar O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Ya'ni har bitta injenerlar kelib, mahsulot ishlab chiqarishdan ilgari radarlarimiz bizning iqlimimizni ham o'rganib chiqqan. To'g'ri, aytishingiz mumkin, radarlarni o'rganish kerak. Iqlim nimaga? Sababi bizning yozimiz issiq, qishimiz sovuq. Ushbu detallar ham radarning, ya'ni radar detektorining ishlashiga ozmuncha xalaqit qiladi. Shuning uchun ham shu narsaga ham detalli yondashilgan. Va qo'shimchasiga radar qismiga keladigan bo'lsak, bir narsani aytishim mumkinki, Inspektor Star Airda eng birinchilardan bo'lib ikkita elana o'rnatish boshlangan. Bu nima degani? Misol uchun bizdagi radarlarning barchasi, deyarli ko'proqi past to'lqinli radarlar hisoblanadi. Ya'ni ulardan chiqayotgan nurlar uzoqqa yetib bormaydi. Ya'ni shuning uchun ushbu signalni kuchaytirib beradigan modul mavjud. Ushbu modul LNA deb ataladi va Inspektor Star Airga shu moduldan bir emas, ikkita qo'yilgan. Yana bir qiziq masalaga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, biz agar istalgan turdagi mahsulot xarid qiladigan bo'lsak, biz uning kafolatiga umuman e'tibor bermaymiz. Agarda buzilib qoladigan bo'lsa, yoki mahalliy ustalarga yoki o'zimiz uni tuzatib ko'rishga urinib ko'ramiz. Inspektor mahsulotlari aytib o'tganimdek, Koreyada ishlab chiqariladi va u yerda har bitta detalgacha texnologik va zamonaviylik bilan yondashishadi. Bu degani sizda radar detektorini buzilish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Lekin qanaqadir holat bo'ladigan bo'lsa ham, oddiygina Inspektor Star Airga 2 yillik kafolat beriladi va sizga agar shu holat kuzatiladigan bo'lsa, sizning mahsulotingiz tuzatib beriladi. Qisqacha kafolatlar haqida ham gaplashdik. Endi biz sizga inspektorni modellar qatorini qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda Inspektor Star Air. Birinchi navbatda ushbu mahsulotda ikkita elana mavjud. Bu degani politsiya radarlarini maksimal uzoqlikdan aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi navbatda unda rangli va juda ham informatsiyaga boy bo'lgan 2 dyumli ekran o'rnatilgan. Uchinchidan, radar detektorini yangilanishini juda ham oson bo'lgan mobil ilova orqali, Wi-Fi orqali yangilashingiz mumkin. Xullas, Inspektor Star Airda shunga o'xshash va bundan yana juda ham qiziqarli bo'lgan fishkalari mavjud. Bizda ikkinchi radar detektor bu Inspektor Shot Air. Bu Inspektor Star Airning ukasi hisoblanadi. Bu ko'proq byudjetliroq va o'rta qatlam segmentiga yaqinroq, lekin shu bilan birgalikda ushbu radar detektor narxi arzon bo'lishiga qaramasdan Inspektor Star Airdan funksiya bo'yicha u bilan
funksiya bo'yicha kam bo'lmagan radar detektor hisoblanadi. Bizda keyingi radar detektor bu Inspector Split Air. Bu Inspector Star Air'ning akasi hisoblanadi va bu super flagman radar detektor. Ha, aytgancha, ushbu radar detektorni aynan sizning yutib olish ehtimolingiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Kanalga obuna bo'ling. Kanalimiz obunachilari 1000 taga yetadigan bo'lsa, ushbu radar detektorni biz random ravishda obunachilarimizdan biriga tuhfa aytamiz. Bizda keyingi mahsulot Mic S Pro. Bu bizda kombo qurilma hisoblanadi. Ya'ni tepada aytib o'tganimdek, ham radar detektor, ham video registrator mavjud bo'lgan. Ushbu qurilmani ham juda ham qiziqarli fishkalari ko'p va kuchli protsessorga ega. Va bizning eng so'nggi mahsulotlarimizdan biri bu Inspector Bravo S Pro. Aynan O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan va unikal patch antenaga ega. O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgani uchun ham va unikal patch antenaga ega bo'lgani uchun ham ushbu radar, to'g'rirog'i gibrid qurilma radarlarni maksimal uzoq masofadan aniqlab beradi. Endi bu yog'ida sizga savol tug'ilishi mumkin. Ushbu radar detektorlari kombo qurilmalarni qayerdan xarid qilsam bo'ladi? Javob oddiy. Ushbu mahsulotlarni siz bemalol Uzum Market, Yandex Market yoki set do'konlarda, mana masalan ishonchga o'xshash do'konlardan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Demak azizlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Inspektor bilan yo'llarda xatarsiz va radarsiz harakatlaning. Kanalga obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.